Ha, keldingmi? Sekinroq yopsang bo'lmaydimi? Singiz qilgan mastavamni sho'r deb aytdi. Bir og'iz gapirmadingiz, yonimga olmadingiz. Gapim yo'q sizga. Menga qarang, singiz shuncha sredstvalar olib kelib, oqartira olmagan kiyimlaringizni men yonimdan pul sarflab Palalyuks aksiylarni yuvib oppoq qilib qo'ygan bo'lsam, ushang, gapim yo'q sizga. Pulingga olib kelmagansan-ku, o'zing Palalyuksda ishlaysan-ku. Mana shu gelni 60 mingdan sotgansiz, to'g'rimi? Shu gelni yoniga yana 10 ta mahsulot qo'shib 200 mingdan sotmoqchi bo'lganingizda, yo'q, 150 mingdan soting, yana dastavkani tekin qilib qo'ying shahar ichida 11 ta mahsulot deb men aytganmanmi? Ha, to'g'ri. Gapim yo'q sizga. Shu mahsulotlaringizni hammasini mumkin ilovasiga qo'ysangiz bo'lishini ham men aytganmanmi? Odamlar mumkin ilovasiga kirib, Palalyuks deb yozsa, har bittasi narxi bilan kelib chiqarib berishini ham men aytganman-ku, to'g'rimi? Ha, dastavka tekin qilish yo'llarini ham men aytganman. Mumkin ilovasiga kirsa, telefon raqamlari, lokatsiyalari, Instagram, Telegram, hamma ijtimoiy tarmoqlar informatsiyalar to'liq turibdi. Ularni ham men aytganman-ku, to'g'rimi? Gapiring, mana gapiring, vijdonan gapiring. Gapiring. Gapira olmaysizda, ko'rdingizmi mana? Gapira olmaysiz. Gapim yo'q sizga.